Hammalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Vertik YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin mana bu yerga Telegram kanalim linki bor. Kirolmaydiganlar uchun eslatib qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib, mana shu linkni ustiga bossangiz, Vertik YouTube kanaliga o'tib ketadi. Ya'ni Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda CapCut Pro, PicsArt Pro va video kollajni Pro'si ham tashlab qo'ydim. Materiallar ham shu videoda ko'rsatilgan materiallar ham barchasi bor. Hammalarga sog' bo'linglar. Xo'p, barchalaringizga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda mana shu yo'nalishni, ya'ni Colors yo'nalishini, Telescope Colors yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bu juda oson. Mana ko'rsak. Xo'p, buni ko'rdik. Ya'ni bitta mana shu trenddagi personajni bitta videosini olinadi-da, keyin o'shani Coffin Dance videosi olinadi va keyin uni turli xil rangga bo'yaladi. Mana men sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p. Bizga Italian Brero, misol uchun mana Cappuccino Assassino degani bor. Cappuccino Assassino. Coffin Dance yozasiz. Coffin Dance. Xo'p, shu chiqarib beradi. Hozir. Xo'p, bu yerda emas. Mana shu yerda nima? Cappuccino. Xuddi shuni olamiz. Kopirovat qilib olib, buni o'zimizga yuklab olamiz. Hozir yuklab olganimdan keyin videoni davom ettiraman. Xo'sh, men do'stlar saqlanib qilib oldim. Endi keyingi qiladigan ishimiz o'sha videoni saqlanib qilib olganimizdan so'ng CapCut o'tib olamiz. Xo'p. Novi proyektni ustiga bosamiz. Va keyin mana shu ustiga bosamiz ekan. O'sha videomizdan tanlaymiz. Coffin Dance videoni. Xo'p, endi biz buni do'stlar rangga bo'yashga o'tsak, birinchi bo'lib kondensatsiya stavkasini o'chirib olaylik. Xo'p, o'chirdim. Tak, shunday boshiga kelib olamiz. Mana shu joydan biz hozir rang berishni boshlaymiz. Nastroyit. Uzr. Video ustiga bitta bosasiz va o'ng qo'ldan chap tomonga surasiz. Mana nastroyit degan kelib chiqadi. Shuni ustiga bosganingizdan keyin bu tomonga o'tamiz. Keyin Krivini degani bor. Shuni ustiga bosamiz va Cook. Bu joyga do'stlar har doim eslaringizdan chiqarmanglar. Rangni qanday bo'yashni, misol uchun bir esingizda qoladimi, esingizda qolmaydimi? Biron bir varaqchada yozib qo'yishni tavsiya beraman. Mana Cookni pastga tortsangiz sariq bo'ladi. Mana sariq bo'ladi. Keyin mana Cookni pastga tortsangiz sariq bo'ladi. Ko'kni tepaga tortsangiz ko'k bo'lmaydi. Normalniy ko'k chiqmaydi-da. Mana ko'kni yashilni pastga tushirsangiz pushti bo'ladi. Mana bu sbrosni bossangiz, sbros ustiga bosib, buni bossak, oldingi rangiga qaytadi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz shu yashilni pastga tortsak pushti bo'ladi. Keyin qizilni pastga tortsak, mana bu rangga kiradi. Bunaqa rang bor. Keyin qizilni pastga tortamiz va ko'kni tepaga tortsak, ko'k rangi hosil bo'ladi mana. Ko'k rangi tusga kiradi. Xo'p, yana buni pastga tortamiz, keyin buni pastga tortsak qizil bo'ladi. Keyin uni balandroq qizil qilish uchun oqqa o'tib olamiz. O'qni keyin jicha pastga tushiramiz buni. Bunday qilib tashlamaymiz. Salgina pastga tushiramiz. Bunday qilib tashlasak yoqimli bo'ladi. Mana shuncha tushirib olsak ham bo'ladi. Xo'p. Mana shunday qilib 4 xil rangni saqlanib qilib olamiz. Qani unda boshladik. Birinchisini, ya'ni rangini, ya'ni bu tayyor bo'ldi. Endi biz buni ovozini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Shu ustiga bosgan holda, mana video ustiga bosilgan holda oxiriga o'tib olamiz chetiga. Agarda bunga CapCut Pro kerak bo'ladi, ya'ni CapCut Pro agarda sizda bo'lmasa, mana Telegram kanalimga o'tib, pinni ustida 3-4 marta bossangiz, PicsArt Pro va CapCut Pro kelib chiqadi. Va keyin uni saqlanib qilib olasiz. Xo'p, keyin mana zvokovoy effektda, ya'ni ovozlarni o'zgartirishda Pro kerak deydi. Bu esa mod varianti hammasi bor. Xo'p, shuni ustiga bosamiz mana.
oxiriga o'tib olamiz. Mana Zocof effekt ustiga bosamiz. Mana cappuccino ovoz o'zgardi, eksport. Hop, endi keyingi rangga o'tsak, ustiga bosamiz. Rangini o'zgartirib olamiz. Yashil mana shu esdan chiqibdi. Ko'kni pastga tortasiz, qizilni pastga tortasiz. Yashil rangga kiradi va galочка oxiriga o'tib olib, bitta звуковой effekt o'zgartiramiz. Xo'p. Eksport. Xo'p, davom etamiz. Keyingi rangni ham xuddi shunday qilib o'zgartirib olamiz. Ustiga bosamiz. Shu birinchi bo'lib ovozni o'zgartirib oling. Xo'p. Cappuccino. Endi rangni o'zgartiraman. Xo'p. Uni pastga tortsak pushti bo'ladi. Pushtini ham sariq qilib olamiz. Xo'p. Настроить. Shuni pastga tushiramiz. Ko'kni tepaga ko'tarsak, mana ovozi bor o'zgartiramiz. Oson usta, xuddi tank hisobga o'xshaydi, ya'ni McQueen Battle. McQueen Battle'ni ham qanday qilish bilmasalaringiz xuddi shunday bo'ladi. Prosta Italian brend bo'lmaydi-yu, McQueen Coffee'ning videosi bo'ladi o'rniga. Yo'q, bu bo'lmaydi. Cappuccino assassino. Mana shuni saqlab qilamiz. Xo'p, bu ham bo'ldi. Menimcha 4 ta bo'ldi. Bitta ko'rib olaylik. Galereyaga o'tib. 4 ta bo'libdi. Endi do'stlar, buni 4 xil, ya'ni rasmga tushiramiz. Xo'p, shunga bosib olamiz. Shu 3 sekundga kelib bitta skrinshot. Skrinshot qanday qilinadi? Shu bitta skrinshot, keyin buni kesishni bilasizlar, ko'p kishi tushunsa kerak. Mana meniki Honor. Shunday mana bu yerda qaychini ustiga bossangiz, o'zi skrinshot qilib oladi. Xo'p, mana bitta skrinshot. Xo'p. Mana bu skrinshot qilindi va keyin men buni kesishga o'taman. Kesish uchun men 16 ga 9 bossam, o'zi xuddi o'shani saqlanib bossak bo'ladi ekan. Men xuddi mana shunday qilib, xo'p. Mana. Bu prosta videoning o'zida skrinshot qilindi bu. Bu shunday ekranning o'zi bilan skrinshot qilindi. Bu videodan o'zida skrinshot qilingan, shuning uchun bu kачествоli ko'rinyapti. Xo'p. Xuddi shu tartibda 4 tasini ham skrinshot qilib olamiz. Har 3 sekundga kelganga. Mana 3. Cappuccino. Xo'p, 4 ta skrinshot qilib oldik. Endi Canvaga o'tamiz. Canva shu Play Marketga kirib, Canva deb poyib bersalaringiz, Canva chiqadi. Mana Canva. Canvani o'rnatib olasizlar. Keyin xo'p. Bu preview yasash usuli. Xo'sh. Buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, Canvaga o'tgandan keyin o'zi birinchi marta kirganda o'zi mana shunday bo'ladi. Keyin mana poyezga yozasiz. YouTube thumbnail gimbal thumbnail top. Xo'p. Mana bu yerda sozatda yozilardi aytgancha. Mana bu yerga yozasiz. Xo'p. Sozatda yozib, YouTube yozsak, YouTube'ni o'zini yozsak, YouTube banner YouTube thumbnail degan mana shu bor. Shuni ustiga bosasiz. Va keyin mana bu Delia YouTube degan mana birinchisi bor, mana shu banner emas, mana shu birinchisiga bosamiz. Xo'p.
sal qotib ishlayapti. Xo'p, galereyani ustiga bosamiz. Mana bu foto, mana shu ustiga bossak, mana shu 4 ta rasm kiritamiz ketma-ket qilib tanlab. Xo'sh, chiroyli qilib, ya'ni preview yasash usuli. Xo'p, mana shunday qilib birma-bir terib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar, kачестволi, chiroyli. Yana juda ham oson usuli bor. Xo'p, video college deganini ko'p kishi bilsa kerak. Mana shu video college ustiga bosamiz. Keyin video college mana shu ustiga bitta bosib olamiz. Keyin sozdать новую degan bor. Shuni ustiga bossak, bu yerga bizga shablonlar ko'rsatadi. Biz ikkinchi bo'limga o'tib olamiz. Keyin mana bu. Mana shuni ustiga bitta bosib olsak, keyin mana bu format tanlash kerak bo'ladi. YouTube formatini. Mana shunday bosib 16 ga 9. 16 ga 9 bosganimizdan so'ng do'stlar, biz mana bu yerga bu YouTube format, ya'ni preview uchun keyin mana bu yerga plus bosamiz, keyin fotoga o'tamiz. Fotodan keyin Telegram, ya'ni screenshot, biz screenshot qilib oldik. Mana shu 4 tani keyin tashlaymiz. Tashlaganimizdan so'ng mana bu yerga qalin nima sal mayroq qilsa bo'ladi. Mana shunday qilib qo'yamiz. Undan ziyod kerak emas. Xo'p, mana shuni bosib qildim. Xo'p, mana endi галочкani bosamiz. Buni do'stlar, nimadan sketch qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni Play Marketdan sketch qilib olsangiz bo'ladi. Men buni mod variantini tashlab qo'ydim. Ya'ni mod varianti qanaqa bo'ladi? Mod variantida do'stlar 2K da buni обязательно 2K 2 Bistro degani bilan ishlatish kerak. Agarda 2K bilan Bistro ishlatish bo'lmasa, sizlarga ya'ni chiroyli chiqmaydi. Keyin mana bu yerga watermark, ya'ni logosi bo'ladi. Mana shuni video college deb pastda yozilgan bo'ladi. Keyin previewlari xunuk chiqadi. Галочка eksport. Xo'p, biz endi galereyga o'tib olsak, mana o'sha tayyor bo'ldi. Bitta screenshot. Xo'p, mana tiniqligini ko'ryapsizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Gap so'z bo'lishi mumkin emas, mana qaranglar mana. Xo'p, endi biz buni nima qilamiz? Endi biz CapCut kutib olamiz. Xo'p, Новый proyekt ustiga bosamiz. Men buni tanladim. Добавить. Xo'p, добавить bosilgandan keyin konechностьga qo'shib tashlaymiz. Qisqartirib, sal cho'zamiz. Xo'p, endi do'stlar biz bunga naложение bosib, mana shu joyda tez o'tib ketaman-da. Xo'p, mana bu yerga naложение degan bo'lim bo'ladi. Mana shu naложение bosamiz. Добавить наложение. Xo'p, keyin bizga manaqa portal bo'ladi. Yoki bo'lmasam shuni o'zini ham qo'ysak bo'laveradi. Mana bu yerga screenshot qilib olganimizdan. Xo'p, mana shuni. Oson usuli mana. Shuni bosamiz. Mana shu sal cho'zamiz mana shuni. Plus bosib, mana bu yerga plus tugmachasi bor. Plusni bosamiz. Sal vaqt o'tadi mana. Yana qaytib plus bosamiz. 2 mana qilib olib kelamiz mana. Mana. Ko'rdingizmi? Xo'p, xuddi mana shunday qilamiz. Keyin bu yerga kesib tashlaymiz. Plus mana bu yerga fotoga o'tib olib, mana buni kiritib qo'yamiz. Keyin buni qisqartiramiz. Keyin buni cho'zamiz. Mana qisqartirgan holda mana buni cho'zamiz. 4 daqiqa, 5 daqiqagacha. Xo'p, cho'zganimizdan so'ng mana bu kirib keldi. Kirib kelishini intro qismiga zvuk qo'shamiz. Zvuk hozir bu yerda qandaydir 6 daqiqalik shu zvuklar bor edi. Mana. Mana shu to'plam. Tamam, kesib tashlaymiz. Bu joy shart emas. Mana. Bo'ldi, bu joy tugadi. Endi biz keyin qiladigan ishimiz memlar qo'shib, green screenlar qo'shib videoni tayyorlash boshlaymiz. Xo'p, bizga green screenlar. Xo'p. Bu boshqa. Mana avval subscribe qo'shib qo'yaylik.
Do'stlar, preview uchun обязательно video kollejini olinglar. Video kollejini nima tashab qo'yaman kanalimga. Xo'p, yana plus. Mana shu yerdagi barcha nimalarni kiritamiz. Hozir qisqacha qilmoqchiman, chunki ishim chiqib qoldi. Shu sababdan tezlashyapman. Mana shuni qo'shsak ham bo'laveradi. Green screen'dan topish qiyin emas. YouTube'ga yozsangiz o'zi chiqadi. Boshladik. O'sha videoni kiritish boshlaymiz. Ya'ni plusni bosib добавить наложение birinchi bo'lib biz videolarni kiritamiz. Misol uchun mana shu. Xo'sh. Mana shuni kichik qilib, mana buni ustiga olib kelamiz. Mana. Yana bir gap bo'ladi, aka, bu ramkasidan chiqib ketadi. Unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Ramkalardan mana bunday bo'lib chiqib ketadi. Mana shuni do'stlar oldini olish usulini o'rgatib qo'yaman hozir. Xo'p, mana bu tugadi, mana. Xo'p, yana добавить наложение. Shunday qilib, to'rttasini ketma-ket qilib qo'shib qo'yamiz. Xo'p. Yana добавить наложение. Xo'sh. Agar sizlarga do'stlar mana shu green screen hamma kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib tashab qo'yaman. Baza kanal degan Telegram kanalga kanalimizga do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunday ko'k qoldi menimcha, da ko'k. Xo'sh. Mana korotchi bilan kiritib chiqdik deylik, mana hozir kiritaman. Tayyor bo'ladi. Bitta shuni kattalashtirib olaman. Tugadi, ujumini kesib tashlaymiz. Uje aytganimdek, aka, mana ko'rdingizlar, do'stlar, mana ko'rdingizlar, ramkasidan chiqib ketyapti mana. Mana shu ramkasidan chiqib ketish usulini olamiz. Mana shu video boshlanishidan oldin, mana shu boshlanishidan oldin 3 ga keltirib qo'yamiz. Strelgacha mana shuni. Keyin добавить наложение. Xo'sh. Hozir bir to'rt burchak qora ramkali nima bor edi? O'shani qo'shamiz, ustiga tashab qo'yamiz. Uni ham tashab qo'yaman sizlarga. Xo'p. Hozir fotoga aytgancha fotoda. Xo'sh, mana bu yerga mana shuni qo'shib qo'yamiz. Ustiga yana tashlaymiz. Mana shunday qilib tekislattirib oxirigacha tortamiz. Video tugaguncha tortib chiqsak, mana endi ko'radigan bo'lsak, mana. Xo'p, mana buni to'g'rilab qo'yamiz. Mana. Ramkasidan chiqib ketmagan holatda bo'ldi. Do'stlar, video yasashni ko'rsatdim. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringizga sog' bo'linglar.